Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun 20-avgust va haftaning 4-kuni payshanba. Bizda bugun qanday iqtisodiy yangiliklar bor? Biz o'rtoqlar protokolni endi kecha Fomusdan ko'rgan bo'lsak, bugun esa yevrodan ko'ramiz. Ayni Yevropa Markaziy bankini protokoli e'lon qilinadi. Bu O'zbekiston vaqti bo'yicha 16:30 ga to'g'ri kelyapti. 17:30 da o'rtoqlar bizda asosiy har hafta e'lon qilinadigan ishsizlik nafaqalari uchun dastlabki arizalar e'tiborimiz markazida va biz bundan tashqari bu ertaga ertalabga soat 4:30 ga to'g'ri kelayotgan Yaponiyada inflyatsiya ma'lumotlariga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi o'rtoqlar. Keling dollar indeksidan boshlaymiz. Nima uchun bu pastlab ketdi to'satdan? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi bozorga haqiqatan ham degan savolga albatta javob berib o'taman va buni bilib qo'ygan ma'qul. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak o'rtoqlar, bugun dollar indeksi tiklanishga harakat qiladi. Qisqa tiklanishlar ko'rsatib beradi. Nima uchun bunday? Buni sababini hozir video davomida bilib olasiz. Yevro esa qisqa pasayishni ko'rsatadi. Funt esa xuddi shu kabi, yevro kabi qisqa pasayishga moyilligi bor. Neft esa yana o'sishga moyilligi hali ham mavjud deb qaralmoqda. Dollar Kanada dollarini esa biz hozircha biroz o'sishga moyilligi bor deb baholaymiz va oltin narxiga to'xtaladigan bo'lsak, oltinni bugun selga qarash, ya'ni pastga qarash mantiqan to'g'ri bo'ladi. Dollar Yaponiya yana juftligida esa biz yuqoriga qarashni mantiqan to'g'ri deb bilamiz va Avstraliya dollari va dollarni juda ham slabiy deb baholaymiz va pastga katta ehtimol bilan yuradi deb o'ylaymiz. Dollar Shvetsariya frankini esa yuqoriga baholadik. Sodda qilib aytadigan bo'lsam, o'rtoqlar, nima uchun dollar tushib ketdi degan savolga yetib keldik va buning sababi AQSh nima qilmoqchi? AQSh nima qilmoqchi o'rtoqlar? QA dasturi. Pechatniy stanok bo'ladi-ku, ana shuni yoqishni ishga tushirar ekan o'shani deyiladi bu. Ya'ni pul ishlab chiqaradi AQSh. Bu esa albatta dollarni zaiflashtiradi. Bundan tashqari yana bir necha gaplar bor. Keling, videoni endi batafsil ko'rib chiqamiz. Shunchaki yo'nalishni bilmoqchi bo'lganlar marhamat, endi esa batafsil xohlaganlar uchun dollar indeksidan boshlab albatta ko'rishimiz kerak. Dollar indeksi 7 haftalik minimum darajasiga yaqin turibdi va buni bir nechta sabablari bor. Bir tomondan chorshanba kuni e'lon qilingan Fomus yig'ilishi bayonnomasi yetarlicha yastribona chiqdi, ya'ni qattiq chiqdi. Federal rezerv tizimining ko'plab vakillari inflyatsiya pasayishida yetarli progress bo'lmasa, stavkani oshirish zarur bo'lishi mumkinligini ta'kidlashgan. Bu albatta dollarni qo'llab-quvvatlash kerak edi. Lekin boshqa tomondan o'rtoqlar AQSh moliya vaziri kim? Scott Bessent uzoq muddatli davlat obligatsiyalarini qayta sotib olish operatsiya hajmini kamida 2 barobar oshirish haqida qaror qabul qildi. Bu nima degani? Bozordagi hozir yuqori foiz to'layotgan mana shu 10 yillik etalon va 30 yillik obligatsiyalarni sotib olmoqchi. Va bu esa qarz olish qiymatining keskin o'sishini jilovlashga qaratilgan chora sifatida baholanyapti, to'g'ri. Chunki hozir bilasizlar 2007-yil bo'lsa necha yil bo'ladi? Ayni 19 yil bo'lgan bo'ladimi? 18 yillik maksimumga ko'tarilib ketgani, ayni 30 yillik obligatsiyalar daromadligi va 10 yillikniki 2 yillik maksimumda turibdi. Tramp ham hozir obligatsiyalar bozoridagi volatillikdan xavotir olmang deb ogohlantirib qo'ydi shunchaki. Endi o'rtoqlar, yangi uzoq muddatli obligatsiyalar rentabiligini keskin pasayishiga sabab bo'lgan bu voqea albatta dollarni zaiflashtirib, bir vaqtning o'zida himoya aktivlariga talabni kuchaytirdi, ya'ni oltinni qo'llab-quvvatlab ortdi. Natijada dollar stavka bo'yicha qattiq kutishlar tomonidan qo'llab-quvvatlash topsa ham, lekin tushib borayotgan obligatsiya rentabelligi tomonidan bosim o'rtasida muvozanatni qolib ketdi va baribir pasayish o'zini kuchini ko'rsatib o'tdi. Bugun bozor ishtirokchilari albatta kunning ikkinchi yarmida e'lon qilingan ishsizlik nafaqasi uchun dastlabki arizalar va Filadelfiya Federal zaxira bankining ishbilarmonlik faollik indeksi ma'lumotlariga ham e'tibor qaratishadi. Bu ko'rsatkich ikkalasi albatta bozorda volatillikni oshirishi mumkin. Dollarda men hozir nima uchun yuqoriga qarayapman o'rtoqlar? Aslida hali ham himoya aktivlariga talab bor. Keling, boshqa juftliklarni aytib berganda tushunib olasiz nima uchun dollarga men yuqoriga paytda qarayotganimdan. Endi dollardan yevroga o'tganimizda yevro dollar juftligi biroz pasayish bilan savdo qilmoqda. Garchi yagona valyuta uchun fundamental fon umuman olganda qulay ko'rinsa ham nima uchun o'rtoqlar yevrozonani iyul oyi bo'yicha yangi iste'molchi inflyatsiyasi ma'lumotlari kutilgandek chiqdi. Ba'zi ko'rsatkichi esa prognozdan 0.1% ga yuqori bo'lib ketdi. Bu Yevropa Markaziy bankining sentyabrda yig'ilishida stavkani oshirishga bo'lgan bozorni ishonchini mustahkamlamoqda. Bu yevro uchun podдержка bo'lib ketdi. Foiz farqi albatta yevroni foydasiga tobora kuchliroq qo'llab-quvvatlayotganini ta'kidlash kerak, lekin shunga qaramasdan dollarni kechagi tushdan keyin qisqa muddatli barqarorlashishi albatta yagona valyutani yanada o'sishini cheklab turibdi. Baribir o'rtoqlar, bozor bitta tushi ketdi emasdi, albatta orada korreksiya beradi. Shuning uchun hozir biz pastga biroz qarasak ma'qul bo'lgan bo'lar edi deb o'ylaymiz. Demak,
funt dollar agar yevro dollardan barqarorlashishdan zaiflashayotgan bo'lsa, pozitsiyasini yo'qotayotgan bo'lsa, funt sterling ham xuddi shunga o'xshagan tarzda harakat qilmoqda. Funt dollar juftligi may oyi o'rtalaridan beri ko'rilgan maksimal darajalardan chekinishni boshladi. Garchi Britaniya valyutasi uchun fundamental manzara kuchli bo'lib qolayotgan bo'lsa ham e'tibor bering, Buyuk Britaniyada iyul oyidagi inflyatsiya 4 oylik maksimal darajaga ko'tarilib ketdi. Energiya narxlarini oshishi esa bu dinamikaga yana kuchaytirilgan effekt bermoqda. Ya'ni xuddiki olovga benzin sepgandek bo'lyapti. Angliya banki yil oxirigacha kamida bir marta yana stavkani oshirishga bo'lgan bozor kutilmalari bor va joriy korreksiyaga qaramay funtni yana pasayishini cheklash kerak. Shuning uchun sekin range bilan pastga qarashimiz biroz ma'qulroq. Endi asosiy e'tibor neftga qaratilgan, ayni VTI markali neft narxi Foursquare farzasi hududidagi strategik muhim bo'g'oz atrofidagi keskinlikning kuchayishi fonida yana o'sishni ko'rsatib bermoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari Yaqin Sharqqa qarshi butun qarama-qarshilik tarixdagi eng qattiq iqtisodiy chora-tadbirlarni joriy etishga tayyorligini e'lon qildi. Bu esa albatta notinchlikni daragini beradi va bu yana dollarni qo'llab-quvvatlaydi va bu orada albatta yana VTI albatta bizda neft narxida bosim bor ekan, ko'tarilib ketaveradi. Hop, sanksiyalarni chetlab o'tishga yordam beradigan har qanaqa davlatga jiddiy oqibatlarga uchrashligi haqida ham ogohlantirish berdi. Bu ham albatta tinchlik bo'lmasligini daragida bu. Ya'ni Yaqin Sharqdan neft o'tmaydi, bular ham o'zini qaysarligini qiladi. Hormuzni yopadi, ochmaydi. Va narxlarning o'sishiga mana shu omillar sabab. Endi Yaqin Sharqdagi holatni ko'radigan bo'lsak, Yaqin Sharqqa raketa zarbalari berilgandan keyin mintaqa bilan barcha savdoni to'xtatish haqida qaror qabul qilinganligi bu ham albatta neftni ko'taradi. Shu bilan birga Foursquare farzasi eksportchilari boshqa marshrutdan foydalangan holda yetkazib berishni, yuqori hajmni saqlab qolishga harakat qilishyapti. Zaxira bo'yicha ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, AQShda xom neft tijorat zaxiralari bir hafta oldinga qaraganda ancha kamroq o'sgan. Ya'ni qisqarib ketgan desa ham bo'ladi. Distillangan zaxiralar qisqargan, asosiysi bu ham neft narxini qo'llab-quvvatlaydigan yangilik. Shuning uchun biz yuqoriga qarayapmiz. Dollar Kanada dollari juftligi o'rtoqlar. Neftga ega siyosiy mukofot albatta Kanada dollariga ta'sirini ko'rardik, lekin Kanada dollari ham biroz kuchli, lekin dollar baribir korreksiya berishligini inobatga olib, oradagi korrelyatsiya bilan 100 dekatni biz yuqoriga qarayapmiz. Endi esa neftga ega siyosiy holatni gapirgandan keyin oltinga to'g'ridan-to'g'ri o'tishimiz kerak edi. Bugun Kanadada ma'lumotlar yetarlicha yo'qligi uchun hop, an'anaviy ravishda xavfga munosabat bildirib, albatta ko'tarilgani guvohi bo'ldik. Kechagi kun 3% dan ortiq kuchli o'sishdan keyin oltin bugun albatta iyun boshida erishilgan maksimal darajalardan biroz chekinmoqda. Foyda qayd etish Homs bayonnomasi Yastribona harakati va Yaqin Sharqdagi davom etayotgan keskinlik fonida kuchaymoqda. Bu esa albatta vaqtinchalik dollarni himoya aktiv sifatida qo'llab-quvvatlamoqda desa ham bo'ladi. Oltinning pasayish salohiyati cheklangan. Sababiki o'rtoqlar Amerika moliya vaziri, ya'ni AQSh deb moliya vaziri deb gapiraylik, uzoq muddatli obligatsiyalarni qayta sotib olishni oshirish haqidagi qarorlar allaqachon albatta obligatsiyalarni rentabelligini pasayishiga olib keldi. Past rentabelligi esa an'anaviy ravishda qimmatbaho metall foydasiga ishlaydi. Shuning uchun orada ularda ham korrelyatsiya bor va hozir qisqa muddatda pastga tushib, undan keyin yana yuqoriga range bilan pasayishligini biroz kutyapman. Agressiv pastlik emas. Oltindan Yaponiyaga o'tamiz. U bir necha omillar ostida bosim ostida qolmoqda. Yaponiyaning iyul oyidagi savdo defitsiti keskin oshib, yanvardan buyon eng katta ko'rsatkichga aylanib ketdi. Nima uchun o'rtoqlar? Chunki qimmat energiya resurslari tomonidan qo'zg'atilgan import o'sishi rekord bo'lib, eksportni ko'rsatkichlaridan oshib ketdi. Ya'ni eksport ko'proq bo'lishi kerak. Profitsit bo'lish uchun defitsit emas o'rtoqlar. Yaponiya va AQSh o'rtasida foiz stavkalari sezilarli farq albatta yanaga bosim o'tkazishda davom etmoqda. Yaponiya Markaziy banki esa mavjud ma'lumotlarga qaraganda uni zaiflashini jilovlashga urinib, valyuta intervensiyasini allaqachon o'tkazgan. Kecha ham intervensiya bo'lgan degan gaplar ham bor. Hop. Tahlilchilarning aytishi bo'yicha o'rtoqlar, dollar yen juftligi barqaror pastga qarab, ya'ni Yaponiyaning kuchli pasayishligi, ya'ni kuchayishligi uchun, USD JPY juftligi pasayishligi uchun bu bosqichda intervensiya kerak, kuchliroq, juda ham kuchli yoki mamlakat iqtisodiyotiga bosim yengillashtira oladigan albatta neft narxini pasayishi kerak. Lekin albatta neft narxi pasamayotgan ekan, USD JPY juftligini yuqoriga qarash mantiqan to'g'ri bo'ladi. Va sharhni o'rtoqlar Avstraliya dollari bilan yakunlaymiz. U bugun kunning eng zaif valyutalardan biri bo'lib ko'rinmoqda. Buning sababi ichki mehnat bozoridan kelgan hafsalani pir qiluvchi statistika. Iyul oyidagi ishsizlik darajasi bozor kutishlaridan yuqori ko'tarildi.
band bo'lgani soni esa prognoz qilingan o'sish o'rniga qisqarib ketdi. Bu Avstraliya Rezerv bankining siyosatini yana ham qattiqlashtirishga bo'lgan kutilishlarni sovutishni boshlagandan keyin albatta valyuta uchun qo'shimcha pastlik davom etadi va yana qo'shimcha omil esa bu yerda Xitoy tomonidan Avstraliya xom ashyosiga bo'lgan talabni pasayishi bo'lib qolmoqda. Shunga qaramasdan dollar global bozordagi umumiy zaifligi Avstraliya valyutasini pasayishini biroz cheklab turibdi, lekin dollar bugun korreksiya bersa, albatta avut ham yana yaxshigina yuqoridan imkoniyatlardan voz kechib, pastki imkoniyatlarga qarashga majbur bo'ladigan kutilmalarim bor. Shu bilan sharhni yakunlaymiz o'rtoqlar. Kimda savol bo'lsa albatta yozib qoldiring. Kimda qanaqa fikr bo'lsa albatta yozib qoldiring. Kun davomida masalaga imkon qadar darslik chiqarishga va reels chiqarib, albatta yana qiziq ma'lumotlar berishga harakat qilaman. Barchaga rahmat. Kuninglar xayrli bo'lsin o'rtoqlar. Salomat bo'linglar.